Men Uchqo'rg'on tumanidanman. Uchqo'rg'onda Norinda nima qilyapsiz? Shu bog'chani shart-sharoitlari, o'qituvchilarini kutib olishlari, bizga qilgan muomalalari yoqdi. Mahallamizda bolalar borganini eshitib, shu yerga berganmiz. Qanchadan beri yuradi bolangiz? 3 yildan beri yuradi. Uchqo'rg'onda qaysi mahalla? Qo'g'ay O'lmas mahallasida yashaymiz. O'zlaringizda bog'cha yo'qmi? Bor. O'zimiz yonimizda. Nega bu yerga olib bormaysiz? Katta farzandimni berib qoniqmaganman. Keyin bu yoqqa ikkinchi farzandimni bu yoqqa berganman. Kichigina yangi tug'ilgan farzandimni ham shu yerga o'chirtga qo'yib qo'ydim. Ertalab turib men bog'chaga deb rosa shoshadi farzandim. Kirib ko'rsangiz, masalan, kichik guruhga ham kirsangiz, o'yinlar deysizmi, sanoqlar deysizmi, harflar deysizmi, hammasini mukammal o'rganish. Nazoratga kirib turasizmi tez? Nazoratga kelib turaman. Farzandingiz o'g'ilmi, qizmi? O'g'il. Sho'x bo'lsa kerak a? Voy, 2 kunda juda qiyin o'tkazamiz. Ana shunday paytda bog'cha opalarining mehnatini ko'z oldingizga keltirasizmi? Ha, 5 kunda juda chiroyli qarab berishadi. Har safar olib ketishda rahmat aytib ketamiz ularga. O'zbekiston she'rini uzun she'ri juda zo'r yodladi. O'zim olda olmaganman-da, lekin ustozi shunaqa chiroyli qilib yodlatibdi, hozir hammaga aytib beradi. Yurtim senga she'r bitdim bugun, quyoshingni tinmadim asla. Shoirlar va o'z yurtim